Yurtimizda so'nggi yillarda keng joriy etilgan tashabbusli byudjet loyihasi xalq manfaatiga xizmat qiluvchi, mahalliy muammolarga tezkor yechim topishga yo'naltirilgan samarali mexanizmga aylandi. Bu loyiha nafaqat aholining ijtimoiy faolligini oshirmoqda, balki mahallalarda haqiqiy bunyodkorlik ruhini uyg'otmoqda. Shu jarayonning yorqin namunalaridan biri Guliston tumanidagi Bayovut mahallasi namoyon bo'ldi. Fuqarolarning tashabbusi va ovozi bilan ilgari surilgan g'oya amaliyotga aylantirilib, ichki yo'llar tekis va ravon bo'ldi. Mana Bayovut mahallamizning ko'chalari oldin achinarli holatda edi. Mahallamizda birdan open byudjetda yutib, mana shu birdamligimiz va hamjihatligimiz tufayli mana shu open byudjetda mana shuni yutuqlarni yutib oldik. O'shaning hisobidan mana ko'chalarimiz asfalt. Hozir 4 ta ko'chamiz yaqin, 3 ta ko'chalarimiz va 3 kilometrdan ortiqroq yo'llarimiz mana asfaltlashirildi. Bu yerda hashar yo'llari bilan ko'priklar qurildi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shunchalik mana xalqimiz uchun shunday sharoitlar yaratib bergani uchun sa'y harakatlarimiz mana shu narsalar bo'lib ketdi. Mana hozir ko'chalarimiz obod. Maktab o'quvchilarimiz mana asfalt yo'llardan bemalol endi oyoqlari loy bo'lmaydi, tozagina keladi. Mahallamiz obodonchiligi uchun mana shu juda katta muvaffaqiyat bo'ldi biz uchun. Mazkur loyiha tashabbusli byudjetning 2025-yil ikkinchi bosqichida 6090 nafar fuqarolarning ovozi bilan g'olib deb topilgan edi. Oradan ko'p o'tmay mahalla ahli orzusi ro'yobga chiqarildi. Ushbu loyiha uchun 1,5 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Bu tashabbus bayovutliklar uchun xalq birligi va hamjihatligining yorqin isboti bo'ldi.